Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalar do'konimizga yangilik apparatlarimizdan keldi. Bugungi video obzorimizda shu apparatlarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib tanishtirib o'tamiz. Yangiliklarimiz beton kesadigan apparatlarimizdan yetib keldi. Suvli beton kesadigan apparatimiz 220 voltga ishlaydi. 30 cm gacha beton kesadigan va 15 cm gacha. Undan tashqari shlipovka apparatlarimiz yetib kelgan ustakalarimiz uchun o'sha shpakilovkani shlipovka qilib silliqlab beradigan va tarsovka apparatlarimizdan kelgan. Videoni oxirigacha kuzatib borsalaring, to'liq holatda ma'lumot berib o'tib ketamiz. Video boshida bittadan like bosib qo'yasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahar, Navoiy massiv, Malina Sitavorda joylashgan qurilish texnikalari do'koni bo'ladi. Beton kesadigan apparatlarimiz Biotto brendiga tegishli 7200 wattlik motori, mana ko'rishlaringiz mumkin. 3000 оборот bo'ladi, suvli bo'ladi. Mana o'zini shu suv shlankalarigacha tayyor holatda ulab qo'yilgan. 30 cm gacha bo'lgan betonlarni bemalol kesishga mo'ljallangan. O'zini komplekti avtomat relesi bo'ladi. Bunga ulab qo'ysalaring, agar beton qisib qoladigan bo'lsa, avtomatik motorni o'chiradi. Xullas, bu apparatimizni narxiga keladigan bo'lsak, narxini $470 dan qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, kelib xarid qilaverasizlar. 6 oy garantiyalari mavjud. 190-200 volt toklarda ham bemalol ishlaydi. O'zini komplekti mana holatda filtrlari, переходниклari, kulishlari, garantiya qog'ozlari, hattoki yana alohida suv shlankalarigacha chiqadi komplekt. Endi 15 cm gacha kesadigan variantda Eramax brendiga tegishli motori. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 4300 watt bo'lar ekan buni motori. 3900 оборот. Bu 15 cm gacha devorlarni kesadi. Almazni, buni ham tishi almazni, faqat bu yengilroq, ishlatishga osonroq varianti. Diskasini ichi ochiq. Bu endi ichi og'irroq, o'shaning uchun kichkinaroq ham 15 cm gacha kesadi. Xullas, kimga kerak bo'lsa, ikkala modeldan ham mavjud. Undan tashqari shlipovka apparatlarimiz Ubay va Biotto brendlariga tegishli bo'ladi. Motorlari 500 wattlik bo'ladi. O'zida pilesos funksiyalari mavjud. Komplekt holatda pilesos qopchalari beriladi. Undan tashqari o'zini trubkasini uzaytiradigan nasatkalarigacha bor. Mana komplektda nasatka trubkalari, o'zini alohida nasatkalari qo'shib beriladi. Yana bitta plus jihati bu o'sha mana ko'rishlaringiz mumkin chiroqli varianti. Ishlatib turganlaringda chirog'ini bitta yoqib qo'ysalaring, to'g'ri tekis chiqishini bemalol ko'rib ketsalaring bo'laveradi. Bu apparatlarimiz narxiga keladigan bo'lsak, Biotto brendiga tegishli varianti 1,50,000 so'm, 1,150,000 so'mga esa Ubay brendiga tegishli variantlari mavjud. Kimga kerak bo'lsa, tepada tarsovka apparatlarimiz ham mavjud. Tarsovka apparatlarimiz kimga qiziq bo'lsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldiramiz, telefon qilaverasizlar. To'liq holatda ma'lumotlarni berib aytib o'tib ketamiz. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar.